Assalomu alaykum, rahmatullohi va barakot. Yaxshimisizlar? Bizda bitta yangilik bor edi mana. Endi buni odamlar qilgani, biz o'zimiz eksperiment qildik. Begomizga o'xshab ketgan go'ngni salabon qopga solib, ko'chatlarimizni ekib, ispitaniya qilyapmiz. Qani rivojlanish qanaqa bo'ladi? Agar yaxshi rivojlanib ketsa, mana shu holda gidroponika qilamiz. Kokosga emas, faqat biogomizga qilamiz. Kokosda bilasizlar, mineral o'g'itlari yo'q. Unga tamomiy mineral o'g'it tinimsiz 3 mahal berib turish kerak. Biz biogomizga qilamiz. Ichida mikroelementlari o'zi yaxshi bo'ladi. Eksperiment yaxshi bo'lsa ko'paytirib olamiz. Mana hozir 1 metrdan oshiq qopimizga 3 qop ketdi, 3 paqir ketdi. 1 metrdan oshiq 1.20, 1.30 bo'lsa kerak. Lekin videomiz davomida buni holatini qo'yib boramiz. Layklarni bosib qo'ysalaring ko'pchilikka yetadi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bu Qo'qon Qulpinoy.